Aniq bilaman, sizni ham mehmonxonangizda xontaxta yoki stol-stullar joylashtirilgan. Lekin bugun biz ko'rayotgan interyerda sal boshqacharoq. Ya'ni kirish qismimizda mana shunday yumshoq mebellar qismi joylashtirilgan. Mehmonlar kelganda bitta o'tirib, sekin gaplashib olishadi. Ana undan keyin o'sha mehmonni chiroyli tarzda tansiq taom bilan kutib olish uchun mana shunday alohida stol-stul qismi ham bor. Endi yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Oilaviy va shaxsiy yutuqlar uchun ham alohida burchak bor bu yerda va mana shu ikkala burchakka e'tibor qaratasiz. Bu o'ziga xos kompozitsiya. Meni ko'zimda shunday ko'rinyapti va uning o'rtasida televizor ham joylashtirilgan. Juda go'zal. Kim aytdi sizlarga faqat yostiq yumshoq bo'ladi deb? Yo'q, ranglar ham yumshoq bo'lishi mumkin. Buni mana shu uy interyerida ko'rishingiz mumkin. E'tibor bering, mana shu dekorativ elementlarga aynan mana shu rangning atrofiga barcha uydagi ranglar aylantirilgan. Har bitta detalga mana shu rangning